Assalomu alaykum, meni tanigan bilgan aziz tojikistonlik muxlislar. Sizlarga ajoyib yangiligimiz bor. Xudo xolasa 25-iyul kuni soat 19:00 da Xatlon viloyati Nosir Xusrav tumani sobiq Navro'z, hozirgi Ganchdeh jamoati Qizilketmon qishlog'ida bo'lib o'tadigan ajoyib shou konsert dasturimizga barchalaringizni taklif qilamiz. Azizlar, konsertga kelib siz nafaqat konsert ko'rishingiz mumkin, balki bir qancha sovg'alar ham yutib ketishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Konsert tashkilotchisi bo'lgan Imronbek Production gruppasi tomonidan taqdim etilayotgan bir qancha sovg'alarni yutib ketishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, hammalaringizni kutib qolamiz. Nafaqat qizilketmonliklarni, balki qo'shni qishloqlar Varashilov, Kamsamol, Arabxona, Atkorma, Mirzoobod, Sangoba kabi qishloqdan muxlislarimizni ham taklif qilamiz azizlar. Kelinglar, qolaversa yana konsert tashkilotchisi Ulug'bek akamizga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Pastda telefon raqamlarini qoldiradi. Kimni nimadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Xudo o'zi konsert bomba bo'ladi. Kuyladim siz uchun, o'ynang bir biz uchun jon onam. Qizlar bir tip bo'lib qoldi. Samandar shunaqa fayz oldi. Biz haligi hokim nima deydi, seni kiyimini ko'rib, prokuror nima deydi, seni kiyimini ko'rib, voy, kaslashib kengaymaysan gapni bir chetda qolib, hokim oshiq bo'lib qolsa bo'ladimi Samandarga? Tojikiston ahli, Qizilketmon ahli barchaga assalomu alaykum. Bitta guldoz qarsalaringiz. Rahmat akajon, ijodlarga omon. Tirikchilik tashvishini olib ketar begonalar. Sevdim sevib ado bo'ldim, sevmayulay. Singlab bu yurak bo'ldi tamom go'zal charos ko'zlaring dilda hamon Qutlab qolamiz. Salomat bo'ling, Samandarjon. O'zbekiston Respublikasidan kelgan Samandar Ergashev tashrif buyurgan davramizga. Sovuq yurtda armonlari bag'rim tilar. Buni qanday azobligini ular bilar. Orqasidan gapirmanglar musofir.